Bugungi darsimizda sizlarga turn fe'li bilan yasaladigan turli xil frazali fe'llarni o'rgataman. Boshladik. Hop. Birinchisi turn on. Turn on yoqmoq ko'pchilik biladi. Buni she'riga ham bor. Turn off o'chirmoq. Bunda ko'pincha mana bunaqa misollar ko'ramiz. Turn on yoki off the TV. Televizorni o'chirmoq, yoqmoq. Va yana ko'pchilik biladigan turn up and turn down. Turn up degani ko'pincha ovozini ko'tarmoq. Turn down degani ovozini pasaytirmoq degani. Misol ko'radigan bo'lsak, turn up the radio or turn down the radio, ya'ni radioni ovozini ko'taring yoki tushiring degani. Mana shu birinchi to'rtalasi ko'proq hamma biladigan frazali fe'llar turiga kiradi. Ana endi sal chuqurlashadigan bo'lsak, yana turn bilan qanaqa frazali fe'llarni ishlatishimiz mumkin va ularning ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, turn over. Turn over degani, masalan, qo'lingizda kitob turgan bo'lsa, kitobni bunday varaqlashsam, ya'ni bir varog'ini bunday varaqlasham, turn over deyiladi. Yoki biror narsani telefoningiz turibdimi yoki gazeta turibdimi, nima turgan bo'lsa, stul turibdimi, uni bunday teskarisiga o'girish, bu turn over deyiladi. Masalan, I have turned over. Men o'girdim, ya'ni teskarisiga o'girdim, the chair desa bo'ladi. Ya'ni men stulni bunday teskarisiga o'girib qo'ydim degani. Masalan, xonalarni tozalash uchun stullarni bunday o'girib qo'yish kerak-ku. Yoki yana nimadir. Turn over, istalgan narsani teskarisiga o'girish. Xo'p, turn around. Turn around degani, masalan, men mana shunaqa gapirsamda, bunday sizga qarasam, turn around qilgan bo'laman. Ya'ni turn around. Misol keltirsak, Alex immediately turned around. Ya'ni Alex sirrazu orqasiga qaradi degani. Masalan, qanaqadir ovozni eshitib, shuni turn around qilgan. Hindcha kinolarda bor, turn around qilib beradi 3 marta. Mana shunaqa. Turn around yana bitta qo'shimcha ma'nosi bor. Turn around degani fikridan qaytib qolish. Masalan, aytaylik, kecha menga rahbarimiz premiya, ya'ni mukofot puli beraman deb aytgan edi. Bugun u fikridan qaytib qolibdi desam, today he turned around. Ya'ni bugun u fikridan qaytib qoldi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, turn in ga qaraydigan bo'lsak, turn in degani ba'zi shevalarda uyquga ketmoq degan ma'noni ham bildiradi, lekin umumiy ma'noda ko'p ishlatiladigan ma'nosi kimgadir tutib bermoq, ko'pincha politsiyaga tutib bermoq degan ma'noda keladi. Turn someone in, ya'ni kimnidir tutib bermoq. Misolga qarang. He turned me in, ya'ni u meni tutib berdi degan. Bu nafaqat jinoyat qilishda, har qanday ishda turn in bilan aytsak bo'ladi. Faqat ishlatilishiga e'tibor bering. Bu yerda turndan keyin srazu in emasda, turndan keyin kimni tutishni srazu yozib ketish kerak. Masalan, Alex tutilgan bo'lsa, turned Alex in bo'ladi. Uni bo'lsa, turned him in bo'ladi. Bu yoqda meni tutib berdi. He turned me in. Masalan, aytaylik, imtihonda kimdir ko'chirayotgan bo'lishi mumkin va ko'chirgancha uni raqibi, aytaylik, u bilan birga test topshirayotgan boshqa bir odam uni tutib bergan bo'lishi mumkin. He turned me in desa bo'ladi. Ana endi turn to ga qaraymiz. Turn to zo'r vocabulary bu turn to. Turn to degani men kimgadir murojaat qilaman degani. Misolga qarang. I turn to my brother when, ya'ni men akamga murojaat qilaman qachonki, u yog'ini o'zingiz davom ettirib olsangiz bo'ladi. When I have a problem, masalan, menda muammo bo'lgan paytda. Turn to my friends, do'stlarimga murojaat qilaman. Turn to degani o'sha kimga murojaat qilasiz, shuni turn to bilan aytsangiz bo'ladi qiyin vaziyatlarda. Bundan tashqari yana turn to ning ma'nolari bor. Masalan, aytaylik, siz avval faqat kino ko'rgansiz, kino ko'rib, keyin sezib qoldingiz, kinoda har doim ham kitobdagidek yoritilmas ekan. Kino ko'rishdan siz kitob o'qishga o'tib ketgan bo'lsangiz, I turn to reading books deb ketsangiz bo'ladi. Turn to. Mana shunaqa ma'nosi ham bor. Ana endi turn out ga keladigan bo'lsak, turn out degani siz nimadir kutmagan narsa sodir bo'ladi-yu. Masalan, siz umuman boshqa narsani o'ylab yuruvdingiz, umuman boshqacha bo'lib chiqdi vaziyat aslida. O'sha
nimadir bo'lib chiqdi, mana bunaqa bo'lib chiqdi deb aytish uchun what it turned out degan ibora bor. It turned out degani shunaqa bo'lib chiqdiki degani. Bu yoqda misol it turned out that shunaqa bo'lib chiqdiki Tom stole the money. Ya'ni Tom pulni o'g'irlagan. Ya'ni siz Tomni pul o'g'irlaganini umuman kutmagansiz, lekin shunaqa bo'lib chiqdiki Tom pulni o'g'irlagan ekan. It turned out that. Speakingda ham va writingda ham foydalansangiz bo'ladi. Juda ham foydali ibora. Bugungi o'rgatmoqchi bo'lganlarim shular bo'ldi. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishamiz.